Hammaga salom qadrli obunachilar. Mening ismim Bruno va yangi videoga xush kelibsizlar. Umid qilamanki kanalga obuna bo'lgansizlar va bilasizlarmi, bizning uyimizni tagidan bir vaqtlar bunker chiqqan edi. Aniq uyni tagida emas, mana bu огородni tagida. Mana shu bunker kimniki ekanini aniqlashimiz kerak. Aks holda bilmadim nima bo'ladi, kim qurgan bo'lishi mumkin. Bu bunkerni umuman bilmayapman, lekin o'ylaymanki aniq bilib olamiz. Xo'sh, bu yerda umuman sklad, yotoqxona, kichkina va katta oshxona. Kim qurgan bo'lishi mumkin? Kim qurgan bo'lsa ham ko'p narsalar va resurslar sarflangan bu yerda ko'rinib turibdi. Shuning uchun ham uni qo'lga tushirishimiz kerak. Aks holda agarda bu yerni boshqalar ko'rib qolishsa, meni bo'ynimga qo'yishsa juda ham katta soliq to'lashimga to'g'ri keladi. O jin ursin, chunki bunker juda ham katta. Shum bo'ldi. Agar desa menga tegishli, demak, bunker ham menga tegishli bo'lib chiqadi. Shunga ehtiyot bo'lishimiz kerak, do'stlar. Men birov qurgan bunker uchun pul to'lashni istamayman. Shuning uchun ham kelinglar hozircha yopib qo'yamizda, o'ylab ko'ramiz nima qilishimiz mumkin ekan ishni to'g'rilash uchun. Chunki boya aytgandek, men istamagan bo'lardim bo'ynimga ortiqcha yuk bo'lishini bu bunker. Shuning uchun ham biror nima o'ylab topishimiz kerak. Balki kamera qo'yarmiz. Menimcha kamera qo'yish yaxshi g'oya. Soat ham 9 bo'lib qolibdi. Bu degani yana fermadan sabzlarni terish kerak degani. Men esa reja qilmoqchi edim. Qanday qilib ushlashim mumkin bunkerning egasini deb. Mayli, tak, davay kelinglar, motigani olamiz va yo'lga otlanamiz. Ya'ni qanaqangi yo'l, axir bir qadam narida bo'lsa ferma uyimizdan. Shunchaki uydan chiqamiz, ishimizni tugatamiz, merga hozir olib borib beramiz, omadimiz kelsa oyligimizni beradi va shu bilan bu ishimiz bemalol kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Kim bu ishni qilgan ekan? Tak, hammasini hozir ekib chiqamiz. Bir taraf tayyor bo'ldi, endi esa ikkinchisini. Sizlar esa kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bu juda ham muhim, sizlarga aytsam. Ajoyib. Endi esa merning yoniga borishimiz mumkin. Qani ketdik. Oppa, mana bu ham yomon emas, chiroyli mashina. Jitel, nimaga sen tarafga garaj qurishdi? Mashina oldingmi? Yo'q, qo'shniniki. Qo'shniniki mana bumi? O'shaniki. Qo'yil, ruxsat berdingmi? Yomon emas. Meni fermam tagida bunker paydo bo'lgan. Nima? Bunker paydo bo'lgan. Hozir kelsam ko'rsatarman balki. Xo'p, tushunarsiz do'stlar. Jitelga ko'rsatib qo'yganim ma'qul. Chunki agarda baribir ham egasini topolmasak, jitel menga yordam beradi. Tak, janob mer, mana olib keldim sabzlarni. Xo'sh, nimaga ishga chiqmading? Shunchaki bir ikkita boshqa o'zimning ishlarim bor edi. Shoshma. Yana birorta g'alati narsa topmadingmi? Qanaqangi g'alati narsa? Огород tagidami, uying tagidami? Yo'q, topganim yo'q. Yaxshi, mayli, boraver. O'zi nima qildi? Hech nima. Mayli. Okey, g'alati do'stlar. Qanaqadir narsalar haqida so'rashni boshladi. Uy tagida, огород tagida. Bir nimadir yashirayotganga o'xshaydi. Mayli do'stlar, uyga boraylikchi. Tak, mana bu inventarimda yer blok qayerdan paydo bo'ldi? Hoy, jitel, yur ko'rsataman senga. Davay kel. Tak, mana shu yerda kiraveraymi? Kiraver. Endi esa mana bu yerga blokni qo'y. Blokni? Davay qo'y. Aniqmi? Qo'y. Yer bo'ladimi? Bo'ladi, davay. Hop, mana qo'ydim. Qo'ychi. Aniqmi? Qo'yaver. Mana qo'ydim. Endi esa orqasiga yana bitta. Shu yoqqami? Nimaga o'zi? Hozir bilib olasan. Endi esa olib tashla, yaxshi. Bunisini och. Ochay, mana. Wow, bu yerda rostdan bunkermi? Sen hazillik bo'lganmiding? Ishonmagandim. Ana endi ishonasan. Tushib chiqqani. Hozir qani? Wow, buncha chuqur ketar ekan. Nima bu? Zombi apokalipsisdan yoki yadro urushidanmi bunker? Bilmadim, ichkariga kirib ko'rsang bilasan. Bu yerda fermasi bor ekan. Qoyil. Bu yerdacha qutilar turibdi. Nima, omborxonami? Kichkina omborxona. Zo'r. Shu oxirgisini ko'raychi, davay. Bu yerda esa yotoqxona va oshxona. Qoyil, o'zing qurdingmi bularni? Yo'q, men qurganim yo'q. Kim qurdi unda? Bilmasam. Qiziq, men shunga hayronman. Shunchaki ertalab qarasam, uyim tagida bunker turibdi. Yomon emas, uying tagida, ya'ni огородning tagida. Endi nima qilasan? Bu seni bunkeringmi endi? Yo'q-da, shuni kim qurganini topib olishim kerak. Shunda undan so'rayman, nimaga qurdingmi deb. O'zingga olib qolsang zo'r bo'lardi-ya. Zo'r bo'lardi. Mayli, men ketdim. Davay, borib ishingni qilaver. Lekin yopib qo'ydi hozir. Hozir mana bo'ldimi? Bo'ldi. Ajoyib, lekin gap yo'q. Men ketdim. Ketding? Ketishim kerak. Hozir kelaman. Kelasan qayoqqa? Do'stlar, rostdan merga aytib bermasa bo'ldi ish qilib. Ish joyini o'rniga qishloqni ichiga ketyapti. Nima? Tak, yo'q, merning uyidan umuman boshqa tarafga, o'rmon tarafiga ketyaptimi nima? Qiziq. Okey. G'alati, lekin umid qilamanki, bizga zarar yetkazmaydi. Mergami yoki boshqasiga aytib bermaydi. Yaxshi, lekin mana bu yer bloki merning uyida vaqtimda inventarimga o'tib qoldi. Balki mer qilgandir bu ishni.
Bo'lishi mumkin, chunki merning o'zi so'rab qoldi, g'alati narsa topmadingmi, nimaga ashyo qolib ketding deb. Axir odam o'zidan o'zi bunaqangi savollarni bermasa kerak-a. Ha, mayli, olamiz bitta izmurudni, bir stak va yana pullarni hozir borib, chiroq sotib aniqrog'i kamera sotib olishimizga to'g'ri keladi bizga. Chiroq emas, kamera kerak va pulim yetsa bo'lgani. Tak, jitel kirishga mumkinmi? Ha, nima kerak senga, Bruno? Menga xullas kamera kerak. Kamera? Ha, qancha bo'ladi pul bo'yicha? Xo'sh, pul bo'yicha. Aha, $500, 4 ta kamera, bitta monitor. Tushunursan, qimmat-ku. Iloji yo'q, sifatli narsa. Ha, mayli. Mana Yaponiyoniki eng zo'ridan. Aha, tushunarli. Blokni tepasiga qo'ysang 360 bo'ladi. 360, ha, ikkitasi kerak emas. Sovg'aga edi. Tushunursan, sovg'aga. Ha, mayli, keyin olib ketaman. Hozir esa bizga to'rttasi yetadi to'rttasi. Qolgan ikkitasini keyinroq olib ketib o'yin ichiga o'zimning uyimga qo'yaman xavfsizlik uchun. Tak, do'stlar, endi esa xo'sh, qani edi? Mana bularni olamiz va pastga tushishimiz mumkin kameralarni o'rnatish uchun. Va ko'ramiz qani kim qilgan ekan bu ishlarni. Kim огородimni tagidan o'ziga ahmoqona bunker qurib olibdi. Chunki omborxonasi kichkina, fermasi ham kichkina va ichidagi ham kichkina, lekin mer qurib olgan bo'lsa nima qilaman? O'shaniq meni. Ha, mayli. Shuning uchun ham hech narsani o'zgartirmasdan shunchaki kamera qo'yamiz. Rostdan ham mer bo'ladigan bo'lsa, ajoyib. Merning yoniga borib aytishimiz mumkin bo'ladi. Bu nimasi, janob mer? Hozir politsiya chaqiramiz deb. Mana bu yerga qo'ysammikin? Yo'q, yaxshisi mana bu yoqqa qo'yganim ma'qul, shunchaki kirgandan hammani ko'rish uchun kirib chiqqanlarni. Ajoyib. Endi esa mana bu yerga bitta qo'ysammikin? Yo'q, shunchasi yetadi. Tak, mana bu yoqqa qo'yamiz va noto'g'ri bo'lib qoldi. 360 to'g'ri kelmaydi. Bu yerga tepaga qaramaydi. Ha, 360 ni tepaga qo'yish kerak edi. Tushunursan, men esa pastga qo'yib qo'ydim. Agarda mana bu yerdan qo'ysak, xo'sh, menga hozir kirka kerak bo'ladi. Kirka bilan sindiramizdan o'sha tarafini devorni olishimiz mumkin bo'ladi kameramizni. Tak, qani kirka yaxshi. Kirka o'zimizda va ketdik. Xo'sh, mana bu yerga tushamiz pastga. Ishqilib kimdir kelib ko'rib qolmasa bo'ldi nimalar qilayotganimni, lekin bu vaqtda qishloqdagilar yoki ishda bo'ladi yoki bizning rayondagilar, ayniqsa umuman boshqa jenersin bunaqangi tosh. Xo'sh do'stlar, mana oddiy toshni olib keldim va shu yerga qo'yamiz. Fakelni qo'ydik, kamerani esa eng tepaga qo'yamiz. Mana bu yerga qo'ysak burchakka yaxshi kichkina tosh bo'lagidek ko'rinib, unchalik ham sezilarli emas. Mana bu yerga qaratib qo'yamiz. Yaxshi. Keyinroq yana kechroq korrektirovka qilib qo'yaman, yaxshiroq ko'rinishi uchun. Va yana qayerga qo'ygan ekan? Esimda yo'q. Mayli, qolganicha turaversin va qani bu yerdan ketdik. Yaxshi, bu yerlarni endi yopib qo'yish kerak. Yopamiz va mana bu suvni oldidagini ham ochamiz. Ajoyib. Suv joyida, ferma joyida, endi hech kim bilmaydi bu yerga kirib chiqqanimizni. Aha, yaxshi. Xo'sh. Keyingi kamerani mana bu yerga qo'ysak, xafa bo'lmasa kerak qo'shnilarimiz. Ha, bo'ldi, yaxshi. Ko'rinib turibdi endi. Kim kirib chiqishini ham bilamiz. Agarda xuddi menga o'xshab mana shu yerdan narvondan kirib chiqsa kimdir, chunki bekorga narvonni qo'ymagandir, uni ham ko'rib olamiz va bo'ldi, shu bilan muammolar hal bo'ladi. Yaxshi, endi esa ketishini kutish qoldi xolos. Faqatgina sotuvchi qo'shni qayerga ketib qoldik? G'alati bunkerni ko'rsatganimdan srazu yurak ushlab qochib ketib qoldi qishloqning qaysidir tarafiga. Ha, mayli, umid qilamanki hech kimga meni bunkerim haqida aytib bermaydi. Nima qanaqangi meni bunkerim? Yo'q, bu bunker meniki emas, kimdir qurib ketgan va shuni aniqlashimiz kerak. Tak, kameralarni ko'rib chiqamizmi bir yoki ha, mayli, o'zim hozir nastroyka qilib keyin. Do'stlar, aytsam ishonmaysizlar, aytsam umuman ishonmaysizlar. Xullas, ertalab bo'ldi va buni qaranglar, nimalarni yozib oldim. Xullas, mer kechasi soat 2 larda mana shunday devorning ichidan chiqib keldida pastga tushib ketdi. Ana eshikni ochib kirdi ichkariga. Endi esa kamerani bu tarafga o'tkazamiz va fermaga qarab qo'ydi. Zo'r, omborxonadan nimadir tekshirdi va kirib ketdi. Do'stlar, ana endi aniq ishonchim komilki, buni mer qilgan. Mer o'zi uchun bunker qurib olgan, lekin nimaga meni огороdim tagida buni bilmadim. Lekin hozir so'rab surishtirib bir bo'lamiz. Qani tushaylik pastga va yopib qo'yamiz. Xo'sh, mana bu taraf menga qiziq. Nima bor ekan orqasida? Va sirli yo'l. Chinursan. Ha, buni qaranglar, tosh ham qo'yilgan. Balki tushib ketmasligi uchundir yer. Qani ko'raylik qayerdan chiqar ekan. Xo'sh, shunchaki o'rmonning bir chekkasidan. Bu yerdan avvaldan yopib qo'ygan bo'lsa kerak, shunchaki ochiq qoldirmaganmikin, bilmadim. Lekin bu yerda hech qanday yo'lni sezmaganim. Aniq ochilib yopiladigan bloklar bilan to'sib qo'ygan. Shuning uchun ham ko'rmaganman, Jenurson. Bu ishlarni mer qilib yurgan, men esa hattoki sezmabman. Endi nima qilaman bilmadim, lekin u hali bu yerdan chiqib ketgani haqidagi yozuv yo'q. Shuning uchun ham qani ichkariga kiraylikchi. Yopiq-ku Jenurson qulflab olgan shekilli ichkaridan. Ha, mayli, yana chiqishimga to'g'ri keladi.
Jin nursin. Tak, davay olg'a. Hozir kalitni olamiz, chunki bu yerdagi eshiklar ham meniki, ham meni o'zimning eshigimdagi, ham bunkerdagi to'g'ri keladi. Shuning uchun ham kalitini o'tgan safar qo'yib ko'rdim, chunki o'xshash edi bir-biriga va to'g'ri topman, bir-biriga to'g'ri kelar ekan va hozir buni ochamiz. Da do'stlar, tak, ferma va xo'sh. Birovni salom. Salom janob mer. Nimasi bu? Nimaga bunker qurdingiz meni uyimni? Anarog'i agrotum tagida. Menmi? Ha, siz. Xullas, zombi apokalipsis. Men bu yerlarga kamera qo'yib chiqaman. Men sizni politsiyaga berib yuboraman. Politsiyaga berasan. Bola, men kimligimni bilasanmi? Ha, sizchi men kimligimni bilasizmi? Men blogerman. Meni qancha obunachim borligini bilasizmi? Tarqalib ketadi xalqqa sizni bu qilayotgan ishlaringiz, oddiy o'yinchilarni o'yin tagiga kirib olganingiz. Kelishib olaylik, kelishib olamiz. Bu bunkerni menga berasiz. Nima aqlingdan? Qo'yil. Shunaqangi ishlarni qilib tashlagan ekanda mer. Ha, eng boshdan sezishim kerak edi shu odam qilganini. Tasavvur ham qila olmayapman. Nima uchun aynan meni uyimni tagida? Qishloqda shuncha tushunarsan, uylar bor. Bu merning o'zini uyi bor, lekin kelib meni agrodim tagidan bunker qurdi. Xo'p, mayli do'stlar, hozir politsiyaga qo'ng'iroq qilaman va hammasini hamma bilib oladi.